kitob do'konimiz 2022-yildan boshlab faoliyat yuritib boradi. Guliston shahrida, markaziy o'sha Alisher Navoiy xiyobonida. Do'konimiz ochilgandan beri u yildagi auditoriya ko'proq yangi tarjima qilinayotgan turk adabiyotlariga, yosh yozuvchilarga qiziqish juda ham yuqori edi. Fotih tumanining kitoblari bularga juda ham ko'plab auditoriya qiziqish bildirdi. Kitobxonlik uchun o'sha adabiyotga kirib kelishiga sababchi bo'layotgan kitoblardan desak bo'ladi. Turk tarjimalarini o'qib borayotgan kitobxonlar vaqtlar o'tgan sari adabiyotga, o'zbek, jahon adabiyotiga, ayniqsa hozirgi kunlarda rus adabiyotiga, Dostoyevskiy, Tolstoy shu kabi yozuvchilarga qiziqish juda ham ortib bormoqda. Bugungi kunda talab, kitobxonlarning talabi ko'proq internet tarmoqlarida mediaga qaratilgan. Xuddi o'sha mediadan kitoblarni ko'rib, ko'proq kelishadi, o'sha kitoblarni izlab. Kitobxonlik oshayotgani, ko'p kitob xaridlari, odamlar mutolaa qilayotganiga sabab medianing ham hissasi juda ham katta deb bilamiz. Ayni vaqtda Guliston shahridagi kitob do'konimizda 3000 xildan oshiq kitoblar topishingiz mumkin.